Tasavvur qiling, 1983-yil Amerika Qo'shma Shtatlari. Afroamerikalik qo'shiqchilar MTV kanalida umuman ko'rsatilmaydigan paytlar. Lekin bugungi qahramonimiz birinchi bo'lib shu qonunni buzgan va umuman qora tanlilarga nisbatan bo'lgan past nazarni o'zgartirgan. Bu buyuk ijodkor, pop muzika qiroli Michael Jackson. Aynan 1983-yil mart oyida Michael Jacksonning Billie Jean kompozitsiyasi MTV kanalida yangradi. Hali aytganimdek, bu birinchi MTVda qo'yilgan afroamerikalik qo'shiqchini single edi. Shu paytgacha u yerda faqat oq tanlilarni ashulasi qo'yilgan edi. Diskriminatsiya Amerika Qo'shma Shtatlarida nahotki? Ha, o'tgan asr so'ngi ham demokratik Amerikada shu holat haligacha davom etayotgan edi. Bizning bugungi qahramonimiz Michael Jackson afroamerikaliklarga bo'lgan past nazarni, ya'ni diskriminatsiyani yo'qotish uchun butun umrini sarfladi. Hatto bu haqida qo'shiq yozdi, ammo hayot so'ngida o'z ideallariga qarshi chiqqanday holatga tushdi. Go'yoki Michael Jackson o'zining qarindoshlariga, birodarlariga qarshi chiqib, tanasining rangini o'zgartirgandek. Ammo asl haqiqat boshqacha. Demak, bugungi qahramonimiz o'z davrining idoli Michael Jackson. Michael Joseph Jackson 1958-yil 29-avgustda AQShning Indiana shtatining Geri shaharchasida ko'p bolalik oilada tug'ilgan. Michael 9 farzandli oilaning 7-farzandi edi. Otasi Joseph Jackson zavodda kranchi edi, onasi Catherine Jackson esa uy bekasi edi. Joseph Jackson bo'sh vaqtida o'zining Falcon guruhida elektrik gitara chalardi va kichkina tadbirlarda ishtirok etardi. Umuman bu oila musiqani yaxshi ko'rardi. Sizchi qanaqa musiqani yaxshi ko'rasiz? Bu haqida izohlarda yozib keting. Vaqt o'tib Joseph Jackson o'z o'g'illaridan tashkil etgan The Jackson 5 guruhini tuzadi. 5 yoshli Michael Jackson boshida guruhni 2 solistidan biri bo'lsa, keyinchalik guruhni asosiy solistiga aylanadi. Guruhning menejeri Joseph Jackson har kuni ishdan so'ng o'z o'g'illari bilan o'sha paytgi eng hit qo'shiqlarni qayta eshitib, ular bilan har bir so'z va harakatni qaytarar edi. Ota juda talabchan ustoz edi. Qattiq gapirish, so'kish va hatto urish Joseph Jacksonning uslublaridan edi. Bunday tarbiya berish uslubi to'g'ri deb hisoblamasak ham, Michael Jackson o'z otasiga shu tuganmas repetitsiyalar uchun juda minnatdor bo'lgan. Chunki bu repetitsiyalar uni mashhur qo'shiqchi bo'lishiga sababchi bo'lgan. Aslida esa Michael Jacksonning yoshligi, ko'chada o'ynab yurishga imkoniyati bo'lmagani, 5-6 yoshidan kattalar olamiga singib ketgani 30-40 yoshli Michael Jacksonga juda katta halokatli fojia bo'ladi. Shuning uchun aytsa kerak-da, har narsani o'z vaqtida bo'lgani to'g'ri deb. Bolalikda bu sho'xlik va erkatoylik, katta bo'lganda esa mas'uliyat va ish. Shunday qilib, qattiqqo'l otasining boshchiligida The Jackson 5 guruhi avvaliga kichik sahnalarda o'zgalarning hit qo'shiqlarini kuylab yurgan bo'lsa, keyinchalik, ya'ni 1969-yilda Motown Records bilan o'zligi kontrakt tuzib, birinchi ashulaligini yaratadi. Shunday qilib, qattiqqo'l otasining boshchiligida The Jackson 5 guruhi boshida kichkina sahnalarda o'zgalarning hit qo'shiqlarini kuylab yurgan bo'lsa, keyinchalik, ya'ni 1969-yilda Motown Records kompaniyasi bilan kontrakt tuzib, o'zligining birinchi qo'shiqligini yaratadi. Bu I Want You Back qo'shig'i. Tez orada qo'shiq Amerikaning chartlarining eng yuqori pog'onalarini egallaydi va hit darajasiga chiqadi. Bu paytda guruh shunchalik rivojlanib ketadiki, hatto jurnalist A. Scott Galloway aytadi: kattalar ularni farzand qilib olmoqchi bo'lsa, ular kattalarni o'rnida bo'lishni istashadi. Endi sharoit ancha yaxshilashgan Jacksonlar oilasi Kaliforniyaning Los Angeles shtatidagi katta uyga ko'chib o'tadi. Jackson akalari orasida o'zining original ovozi va aniq musiqaga mos xatti-harakatlari bilan ajralib turardi. Buni sezgan prodyuserlar uni yakkaxon xonanda sifatida ham taqdim etishadi. 1972-yil 13-yanvarda Michael Jackson o'zining birinchi Got to Be There degan albomini sotuvga chiqaradi. Navbatdagi qo'shiqlarning orasida Ben nomli qo'shig'i 45-Oskar berilish marosimida yangraydi va bu qo'shiq uning birinchi hiti sifatida Amerikaning chartlarini yuqori pog'onalarni egallaydi. E'tibor bering, bu yili 1972-yilda Michael Jackson endigina
15 yosh edi. 1977-yilgacha Motown Records bilan Michael Jackson yana 3 ta albom chiqaradi. Lekin shu bilan birga Michael oilaviy guruhda ham qo'shiq kuylagan hamda shu vaqtning o'zida maktabdagi o'qishini ham o'qigan. Bir muddat Los-Anjelesda uyligiga o'qituvchi qatnab yurgan bo'lsa, keyinchalik ular maxsus maktab har kuni kela olmasligini tushunadigan Montclair yuqori maktabida tahsil olishadi. Michael Jackson tabiatiga ko'ra hamma ishda, ayniqsa musiqada perfeksionizm, hamma ishni to'g'ri va xatosiz bajarish uchun o'z ustida qayta ishlar edi. Ya'ni o'z ustida ishlab sayqallashtirish xarakteriga ega edi. Shuning uchun o'zigacha bo'lgan mashhur qo'shiqchilarning ijodini diqqat bilan kuzatib, Michael Jackson shirali ovoz va sahnadagi plastik harakatlari bilan hamma uchun zo'r qo'shiqchi bo'la olmasligini tushunadi. Negaki o'sha paytlarda AQShdagi musiqa ma'lum bir ma'noda janrlar va ijrochilarga ko'ra oqlar musiqasi va afroamerikaliklar musiqasiga bo'linar edi. Agar oqlar orasida disco rock va punk rock janrlari bilan Andy Gibb, Billy Joel, Rolling Stones'dagi Mick Jagger kabi ijrochilar mashhur bo'lsa, unda afroamerikaliklar blues va soul janrlarida kuylovchi B.B. King, Stevie Wonder, James Brown kabi qo'shiqchilarni tinglashardi. Lekin bu ancha yillardan beri o'zgarmayotgan an'ana bizning qahramonimizni to'xtatmas edi. Michael Jackson hamma uchun birdek birlashtiruvchi, oqlarga ham, afroamerikaliklarga ham mos keluvchi, mazza qilib eshitadigan qo'shiqchi, kumir, ya'ni hozirgi kungi slangda aytsak, idol bo'lishni istadi va butun umr energiyasini berib bu maqsadiga erishdi. 1978-yil Michael Jackson prodyuser Quincy Jones bilan tanishadi va ko'p o'tmay ular birgalikda Off the Wall albomi ustida ish boshlashadi. 1979-yilda ommaga taqdim qilingan plastinka 20 million ekzemplarda sotiladi. Undagi Don't Stop Till You Get Enough qo'shig'i Michael Jacksonga uning birinchi Grammy haykalchasini olib keladi. Grammy bu AQSh san'at va fan milliy akademiyasi tomonidan musiqa sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishilgan odamlarga har yil beriladigan premiya, xuddi Oscar kabi. Michael Jackson shu Grammy haykalchasidan bir varakayiga naqd 8 tasini keyingi 1982-yilda chiqargan Thriller albomi uchun qo'lga kiritadi. Bu albom hozirgi kunga qadar dunyodagi eng ko'p sotilgan albom bo'lib qolmoqda. 110 million ekzemplarda sotilgan albom. Hozirgi kunda bu biz uchun fantastika bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin Michael Jackson bunga erishdi. Albatta, katta harakat va katta kapitaldan tashqari bu narsaga erishganning ayrim bir sabablarini ko'rsatish mumkin. Birinchidan, albomdagi Billie Jean singli videoklipi yuqorida aytib o'tganimizdek MTV kanalida yangragan birinchi afroamerikalik ijrochi qo'shig'i edi. Ikkinchidan, xuddi shu qo'shig'i katta konsertda aytish jarayonida Michael Jackson o'sha mashhur moonwalk raqs tushish texnikasini birinchi marta hammaga namoyon qiladi. Uchinchidan, albom boshidagi 14 minutli Michael Jackson's Thriller deb nomlangan dahshat film ham plastinka mashhur bo'lishidagi faktorlardan biri. Umuman olganda albomdagi barcha 7 singl Amerikaning top chartlaridan joy oladi. 1983-yil Michael Jackson bu vaqtga kelib hamma tomonlama mustaqil. Ham oilaviy jihatdan, ham moliyaviy jihatdan Michael juda ham boy edi. Ammo haligacha onasiga juda qattiq bog'langan va otasini uyda yashardi. Va oilaviy guruhning navbatdagi katta konsert turida qatnashishga rozi bo'ladi. Bu konsert turida aynan Michael Jackson qatnashgani uchun Pepsi kompaniyasi ular bilan $5 million kontrakt tuzadi. Pepsi kompaniyasi reklamasini olish jarayonida pirotexnika vositalaridan foydalanishadi va 1984-yilda bexosdan Michael Jacksonning boshi va sochini yoqib yuborishadi. Unga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatiladi, klinikaga yotqizishadi. Lekin kuyish kuchli bo'lgan sababli Michael umrining keyingi 30 yilini kuchlik og'riq bilan kurashib yashaydi. Og'riqdan xalos bo'lish uchun Michael Jackson boshida oddiy dorilar, keyinchalik kuchli dorilarga mukkasidan ketadi va oqibatda aynan shu sababdan o'lim topadi. Sizlar bilan Tahiyot, siz Topuz kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Men Michael Jackson. Moonwalk o'xshadimi? Pepsi reklama chiqadi. Anaqa rasmni olmadi-yu. Michael Jackson chala jetdan.